Assalomu alaykum. Uylarda o'tda betda yotgan mana shunaqa bir bo'lak DSP ni olasizlar. Xo'p, qo'yib oldik. Xo'sh, bu nimaga? Nima kasallikka? Tanamizga qanaqa nima foydasi tegadi degan savollarga diqqat qilinglar. Oyoqda varikozi borlar, erkaklarda varikosil kasali borlar, prostatasi shamollaganlar, pochkasi shamollaganlar. To'g'ri, endi dastlabki payti, hani birinchi etapi deydi-yu, yengil ko'rinishlari bo'lsa, xo'p, oyoqlaringiz ishib ketaveradigan bo'lsa, oyoqlaringiz doimiy muzlab yuradigan bo'lsa, tomirlar tortishadigan bo'lsa, mushaklar og'riydigan bo'lsa, bo'g'inlaringiz og'riydigan bo'lsa, yoshingiz necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar. Keyin bolachalarimiz mana zaxtazgina yurib qo'yadi-da, kech payt siyib qo'yadi misol uchun. Shunaqa holatlar, uyda ko'p o'tiradigan qariyalarimiz va bir joyda kam harakat qiladigan, o'sha kasb qiladiganlarimiz bor, ayollar, ayniqsa erkaklar beton joylarda ishlaydiganlar, kafil joylarda ishlaydiganlar, kafilda issiq bo'lsa ham kafilda bir joyda o'tiradiganlar. Sizlarga ham shu narsa taalluqli. Demak, qiladigan ishimiz DSPni qo'yib oldik. Toza asalni oldik, 2-3 qoshiqini solib yoyib olamiz. Yoyib oldik. Undan keyin maydalangan murutchi sepib olamiz. Undan keyin maydalanmagan murutchi sepamiz. Sepib oldik va endi agar qariyalarimiz turishga, bellari, boshqalari agar nima qilmaydigan bo'lsa, undoq sekin-sekin anaqa qilsanglar bo'ladi. Demak, 5-10 daqiqa qilinadi bu narsa va kamida 5 kun bo'lmasa 10 kun qilasizlar, yotishdan yarim soat oldin. Bu narsani qilib bo'lgandan keyin o'sha issiq suvda namlangan latta bilan artib oyoqni yengilligini artib, yupqa paxtali paypoq kiyib yotasizlar. Qolganlar yoshlar qiladigan ishinglar mana, sizlar mana bunaqa qilasizlar. Mana shunaqasiga aylanasizlar mana. Mana bunaqa qilib yurasizlar. Shunaqangi yoqimli, mazali bo'ladi. Xudo xolasa hammasi joy-joyiga tushib ketadi, shamollashlaringiz. Endi shamollashinglar o'tib ketgan bo'lsa, deylik o'sha 3 yillik, 5 yillik dardinglar bor deylik. Misol uchun prostatada bo'lsin erkaklar, pochkada bo'lsin, ayollarimiz ham shu jenskiyda kasalliklar bo'lsa, suyak bo'g'inlar qaqshiydi, xo'p og'riydi, shaqillaydi. Xullas kasallik nimalardir sabab bo'lib o'tkazib yuborgansizlar. Bunaqa holatda ham hech ham xavotir qilmanglar. Kamina Muhammad Nodir sizlarga yordam berishga tayyormiz. Kamina yo'nalishim hajjom, ya'ni hijomachi tabibman. Toshkent viloyatida istiqomat qilaman. Telegram orqali aloqaga chiqsanglar, mana ekran ostida raqam paydo bo'ldi. Shu raqamga Telegram orqali aloqaga chiqsanglar, lokatsiya tashib beraman. Kelib, muolajalarni olib, keyin o'sha prostatada aziyat chekadiganlarga mergan bor. Suyak bo'g'ini aziyat chekadiganlarga yoshlik bor. Xo'p, o'tfek, jigar masalalarida, yo'g'onchilik, hazm tizimlaringizda qovoq yog'i, yantoq giyohlarimiz, o'sha olma sirkalarimiz bor. Ular hammasidan xudo xolasa tayyorlab, chiroyli komplekt qilib, sog'liklarni tiklashdagi eng asosiy amaliyotlarni qilib chiqarib boramiz. Kaminani kuzatishda davom etinglar. Bu videoni yaqinlarga tez tarqatib qo'yinglar. Like bosib, kommentariy qoldirsanglar juda ham xursand bo'laman. Hammanglar o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Allohim o'zi bergan rahmatin. Assalomu alaykum.